Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi obyektimizni Toshkentdan G'ayrat Usmonovni uylarini, kvartirasini olganmiz. Xudo xolasa, ashlar bilan rang tanlagani keldik. Xudo xolasa, kuxunniy shkaf, ostrov, undan tashqari detskiylari bor. Ashlarga o'zi rang tanlab bergani keldi. Xudo xolasa, kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, o'zingizlar kelib, bemalol ranglarni tanlab bera olasizlar. Xudo xolasa, bundan yana go'zalroq qilib, xudosi uylarga xohlagan dizayningizni, razmeringizni o'lchab qilib bera olamiz. O'zlari kuxunniy deysizmi, detskiy deysizmi, xohlagan mebelingizni xudosi chiqarib beramiz. Xudo xolasa, bu G'ayrat akaning xudosi ishini inshaalloh topshirganda sizlarga yana buni to'liq obzorini, mebellari qanaqa chiqqanlarini xudo xolasa ko'rsatamiz. Xudo xolasa hozir bu rangni tanladi detskiyga. Qizlariga detskiga bu bo'ldi, xudo xolasa. Bu esa o'zini yotoqxonasiga bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh qilib sizlarga mebellari bitganda ham xudo xolasa to'liq obzorlarini qo'yib davom etamiz, xudo xolasa.